qizim bilan kuyovim mana 3 yildan beri mana shu qulpunaychilik bilan shug'ullanishadi. Boshida endi uncha kamchiliklari ham bo'ldi. Oziqalarni sal oshirib, kuydirib, shunda ham haligilari o'z istaklarini amalga oshirish uchun tinmay mehnat qilishdi. Mana shu mehnat natijasida mana shunday natijalarga erishishdi. Hozir mana bu yerda 4 sotix, naryoqda 12 sotix. Keyin mana yana izbiroz nari tomonda ochiq yerga ham ekishgan. Qulpunay. Faqat mana shu qulpunay bilan, qulpunay ishi bilan shug'ullanishadi. Lekin mana qilgan mehnatlarini, rohatlarini ko'rishyapti. Mana bolalarni o'qityapti. Bundan keyin mana yana ham rivojlanishlarga hissa qo'shsa kerak deb o'ylaymiz. Mana hosilbonliklari juda ham yaxshi. Shu mehnat qilgan odam kam bo'lmaydi. Mehnatni tagi rohat deb qadimgilar bekorga aytishmagan.